Darsimi? Bugun 3 para dersim. Uch para bir o'qituvchinikimi shunda? 3 para Qurbonov Abdurahmonniki. Bir o'qituvchi emas, u o'zi bitta o'zi. Kuratorimizni? Ha, Kuratorimiz. men. Aha, rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi kunlaring xudo xolasa bekor ketmaydi. Buni men aniq bilaman. Demak, o'rtoqlar mana demak paycharimni o'rnatganinglardan keyin ishlar o'ylay. Bunday qilaylik, close project qilaylik. Mana unday demak, mana unaqa bo'lib chiqib turadi. Mana bu bo'lmaydi faqat sizlarda kelinglar shuni ham o'chirib tashlay. Mana shunday holat bo'ladi. Yana eslatib o'tib ketarim, proyekt bo'lib ishlaydi. Nimadan Pythondan bir ikkita farqli joyi bor. Farqli bu sistemli farqli. U tilda farqi yo'q. Shunchaki prinsip ishlash uslubida ozgina farqi bor. Ya'ni proyekt bo'lib ishlaydi. Sizlar bu degani sizlar har safar nima qilganinglarda nima deydi? Har safar yangi fayl ochmaysizlarda, bitta proyekt ochasizlarda o'sha proyektni demak proyektning ichiga ma'lumotlarni joylab ketaverasizlar. Endi kelinglar, proyekt qayerda saqlanadi? Mana Positivega kirasizlar, adminga kirasizlar. Mana PyCharm projektda mana sizlar proyektlaring turadi. O'chirib tashlayman men. Ancha bular hajmi katta. Men yangi proyekt ochaman. Yangi proyektda nimalar bo'lishi kerak? Bunga ham ozgina to'xtalib o'tib ketaman-da. Bu hozir men gapiradigan gapim ba'zi joylarini hozir tushunmasliklaring mumkin, lekin keyinchalik masalan 9-sinf darsligini ko'rgan bo'lsanglar, oxirida tikinner qo'yilgan. O'sha tikinnerga kelganda oxirgi darslarda o'sha bu narsani bilishinglar mumkin bo'ladi. Nima deydi? Qilishinglar mumkin bo'ladi. Men keyin yana bir narsa PyCharmni sizlarga tavsiya etganim o'tgan darslarda aytganman, Pythonda juda ham katta funksiyalar kutubxonasi, bibliotekasi bor. Ya'ni frameworklar to'plami juda katta. Har bir yo'nalishga qaratilgan o'zining alohida frameworklari bor. GUI deyishadi, Graphic User Interface, GUI to'g'rirog'i. Graphic User Interface. O'sha Graphic User Interface uchun yana bitta tizim, veb-sayt yaratish uchun yana bitta tizim, masalan sun'iy intellekt tizimlari bilan ishlash uchun yana bitta tizim. Xullas shunaqa har bir tizimlar uchun alohida bibliotekalar yoki bo'lmasa frameworklarni yaratib chiqishgan. O'sha frameworklarni chaqirib olishda ham PyCharm anchagina qulay bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zining lokal proyektini ichida saqlaydi. Masalan new project qilamiz. Mana demak, aytgan nom qo'yamiz, demak main deb qo'ylik, asosiy. Va mana u joylariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana buni ochib ko'rsanglar, masalan, ikkita turishi mumkin. Agar kimdan-kim boyagi local user qiladigan bo'lsa, mana unday turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin policy all user degan bo'lsa, mana unaqa, ya'ni program filesga tushishi mumkin. Python o'rnatayotgan payt har xil o'rnatish mumkin. Men buni videoda, avvalgi videolarda sizlarga aytib ko'rsatib berganman. Mana demak virtual environment va create. Va mana o'zini virtual environment degani bu jihoz yoki jihoz emas, jihoz, vosita va narsa, buyum shunaqa nimasi bor, demak tarjimasi shunaqa. Demak virtual buyumlarini o'zi yarata oladi, ya'ni asosiy Python yadrosidan o'ziga yaratadi. Hop, create qilsin. Men toza yangi versiyani qo'yib yuboribman. Shuning uchun shu yerda nega?
Bo'ladi. Chota yangi notebook ham ana o'qil Lazbek. Umuman yonmayaptimi? Men senga boya nima dedim, nima bo'lganini aytyapman. Endi shunday qilasan. Bitta RMga bordi, shartta xatini ichib sraz almashtirib qo'ydi. Bilmasam o'g'rislar. Bo'lmasam shu telefon qiladi. Zamministr prямо o'zi. Mana pipelarni o'zi o'rnatyapti. Pipe juda muhim narsa. Pipe bu Pythonga mana shu boya men aytgan nimalarni bibliotekalarni yoki frameworklarni o'rnatishga yordam beradi Pipe. Bo'la qo'y endi. Yaratib bo'ldi, demak bo'ldi. Demak, main py deb o'zi bitta fayl ochib beradi. Sizlar mana bunaqa narsalarga tushunmasliklaring mumkin. Print hayfalacharim bu mana print degan narsani chiqaradi. Endi bizga kerak emas bu. Demak, mana shu yer o'zida main nimasiga, demak, o'ng tugmani bosamizda mana ko'rib turibsizlar, mana bitta proyekt yaratishga qancha vaqt ketyapti. Shuning uchun sizlar bitta proyekt qilib olasizlarda yoki bo'lmasa krupniy bir kattaroq ish uchun proyekt alohida qilishinglar. Keyinchalik biron bir loyiha yoki biron bir produksiya chiqarayotgan paytinglar. Masofaga o'qishdaman darsda. Mana shunaqa qilib har biriga alohida mana proyekt qilishinglar mumkin bo'ladi. O'ng tugmani bosaman, Python file. Name'ga yozaman. Bugun qaysi mavzuni o'tmoqchi edim men? Sikllarni, sikl deb qo'yaylik. Sikl enter. Men payni o'chirib qo'yaman, kerak emas menga. 19 ta juda yaxshi, 19 ta. Men bitta rasmga olay. Sig'may qolyapsizlar bitta nimaga. Bo'ldi. Shu joyda bir rasmni olamiz. Buni Telegramga tashlab yuboraman. Informatika. Bo'ldi, davom etamiz. Demak, qayerda qoldim? Men qaysi mavzuni ochamiz. 9-sinf yangi. Demak, 9-sinf darsligini bir ko'rib chiqdinglarmi? Kim ko'rib chiqdi? Mana shu videoni o'chirib qo'yasam. Allo. Oxirigacha yetmadi, Abdurahmon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Oxirigacha yetmadi. Endi yana bir narsa, Turtle grafikasini ham qo'yishmabdi. Men qo'yishgan bo'lsa kerak debman, lekin mayli. Balki keyingi 11-sinflarda qaytar bu narsaga. Bilmadim qanday. To'g'risi, bir 2-3 kun oldin konferensiya bo'ldi, Zoomda konferensiya bo'ldi. O'sha Dadajon akani o'zlari bilan konferensiya bo'ldi. O'shanda ham darsliklar masalasi, o'sha darsliklar bo'yicha bo'ldi konferensiya. Domla aytayaptilar, vaqt soat ancha kam edi, shuning uchun iloji boricha ko'proq ma'lumot, ko'proq nimaga sig'dirishga harakat qildik deyishyaptilar. Bu yerda to'g'risi juda ham anchagina narsa qolib ketgan. Shuning uchun o'quvchilarga
qo'shimcha adabiyot. Shuning uchun ular qo'shimcha adabiyotlar qismini alohida sayt ochib, o'sha alohida saytlarga ko'p adabiyotlarni joylashtiryapti. Endi soatni bilasizlar nima ekanligini. Butun boshli Pythonni kerak bo'lsa 68 soatga nima qilishdi. Hali ham bu anchagina yutuq albatta. Masalan, men darslik xususida fikrlarim juda ham yaxshi. Chunki shuncha ma'lumotni bu 68 soatga sig'dirishni o'zi anchagina qiyin rostdan ham. Chunki ba'zi mavzular katta, lekin darslikda men anchagina mavzularni ko'rib chiqdim. Mana bir boshdan ko'rib chiqyapsiz kerak bo'lsa. Anchagina katta-yu, lekin o'shani qisqa qilib o'quvchiga yetkazib berishga harakat qilingan. No mayli. Biz davom etamiz. Demak, biz tarmoqlanuvchi algoritm elifni tushuntirdim sizlarga. Takrorlanuvchi algoritm for 82-bet. Moqchi bo'lganim, masalan, yana qo'shimcha nimadir bo'ladigan takrorlanuvchi algoritm for. Takrorlanuvchi kechirasizlar. Yana nimadir qo'shimcha nima bo'ladigan bo'lsa, boyagi qo'shimcha adabiyot, masalan, olimpiadaga tayyorlanadigan o'quvchilaring bo'ladi. Ularni albatta qo'shimcha adabiyotlar yordamida tayyorlashingiz kerak bo'ladi, o'rtoqlar. Demak, davom etamiz. Endi darslikni ko'ramizda, keyin masalan o'sha boyagi nimadir bo'lib sig'may qolgan joylarini, darsga sig'may qolgan joylar men sizlarga o'zim tushuntirib beraman, vaqtimiz bor, xudo xolasa. Shuning uchun men yana qaytaraman, hech qachon kechikmanglar, hech qachon qoldirmanglar, bu o'zlaringga zarar bo'ladi. Shaxsan menga farq yo'q. Xudo xolasa baribir bitirib ketasizlar, baribir sertifikatni olasizlar. To'g'risi, keyinchalik o'zlaringga juda ham nima bo'ladi, zarar bo'ladi bu narsa. Demak, takrorlanuvchi algoritmlar. Takrorlanish o'sha algoritm, o'sha Pascaldagi o'sha takrorlanuvchi nimadir buyruq asosida nimadir ish qayta bajaradi. Demak, takrorlanuvchi algoritm umuman takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash uchun ikkita sikl operator ishlatiladi, for bilan while. Pascalda bu nechta edi? 3 ta. For, while, repeat. C++da ham 3 ta. For, while, keyin do while degani bor o'sha. Umuman boshqa dasturlash tillar, ko'pchilik dasturlash tillarida 3 ta, lekin Pythonda demak bu 2 ta ekan. For siklida to'g'ridan-to'g'ri range beribdi. Range lekin aslida o'zi alohida funksiya. No mayli. Bu ham bir yaxshi yechim. Demak, range bu yerda hozir men nima uchunligini tushuntirib beraman. Nima uchun range qo'yishganini tushuntirib beraman sizlarga. Range'ni ikkalasini ham birga olib borish. Bu yaxshi, bu yaxshi. Ikkita bir to'plam, ikkita bir tizimni. Masalan, ba'zi kitoblarda for bilan mana shu yerda range'ni qo'yishmaganda. List qilib berishganda, bu endi range'ni ichiga joylashtirib qo'yish. Mayli. Demak, Pythonda list degan tushuncha bor. List degani bu set of data deyishadi, ya'ni arrayga o'xshagan narsa. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, arrayni biz bilgan array degani nima tushunardik? Ma'lumotlar to'plamini, masalan, bitta, masalan, A deydigan bo'lsak, A ga 12 beradigan bo'lsak, bu bitta ma'lumot. Kichkina o'qibdi. Hozir kattalashtiramiz ekranda. Bo'lay. Demak, setting. Yomon sekin tortyapti. Nima unaqa bo'lib qoldi? Nima bor bunda? Demak, editor font 13 ekan, 15 qilamizmi? Okay.
Sal kattalashdi menimcha. Bo'ladi. Bu endi bitta ma'lumot bo'lardi. Endi array degan narsa bor. Hamma dasturlash tillarida array bor. Arrayda endi bitta o'zgaruvchini ichiga bir nechta ma'lumotlarni joylashtiradi. O'sha array deb tushunadigan ma'lumotlar tipini Python bir nechta bo'laklarga ajratib tashlagan. Demak, listga, dictionary, ya'ni lug'atga, setga, stringga va hokazo ajratib tashlagan. Endi aynan mana bu forda o'sha narsa, o'sha to'plam ishlatilishi kerak edi. Endi bular domla bunaqa variant, bu ham juda optimal variant aslida bo'lganda. Demak, bunaqasiga tushuntirib qo'ya qolishdi. Bu yer juda yaxshi. Demak, for sikli kitob bo'yicha ko'ramiz, undan keyin kitob bo'yicha ko'ramizda hozir. Keyinchalik kitob darsi tugagandan keyin men boyagi listlarni, dictionary'larni sizlarga aytib beraman va o'zlaring o'sha yerdan ko'rib olasizlar. Demak, for sikl parametri obbo. Svet o'chib qoldi bizda hozir. Hozir bir daqiqa. Maktab gapirmayman. Maktabga bormayman o'tiribman. Siz modem dedingiz, ha? Men modemda 3 kundan beri modemda ishlayapman. Maktabga borsang, o'zidan shaqir bo'ladi. Alo, eshitilyaptimi? Ha, ishlayapti. Sayfulla aka, organizatorlik menga o'tkazib yuboring. Sayfulla boboy. Sayfulla aka. Ho. Aka, organizatorlikni menga o'tkazib yuboring-da. Bo'lmasa notebook yangi Kursera'niki deng. Coursera notebook bo'lsa bu. Sayfulla aka, Telefondaman. telefondasizmi? Telefonda qanday o'tkazardi? Sayfulla aka organizator bo'lib qolgan. Yaxshi, men chiqib ketsam, ana bo'lmaydimi? Siz chiqib keting, faqat chiqib ketayotganingizda boyagi Mr. Qurbonov Abdurahmon tanlab keyin faqat polni konferensiyani yopmasdan chiqib keting-da. Hozir. Bo'lmasa hammamiz yopilib qolamiz. Hozir odamga tushibdi-da o'zi ham. Tepada turgan. Hozir Abdurahmon, bir sekund, hozir. Har ko'rinishdagi hosil bo'lgan matritsiya ko'rinishi keladi. Xudo. Qo'yinglar. To'xtang. To'xtang, Sayfulla aka, o'z 8 minut qoldi. Yo'q. Men konferensiyadan chiqib ketyapman. Hozir men sizga o'tkazaman. To'xtang, Sayfulla aka, chiqmay turing. Hozir. Alo, Sayfulla aka. Chiqmang, bo'ldi, 8 minut qoldi o'zi. Yo'q, hozir o'tkazaman sizga. Bo'ldi, qo'ying, o'z 8 minut tugaydi hozir. Bo'ldi, davom etamiz hozir. Bo'ldi, qo'ying, zapis ketyapti menimcha. Bo'ldi, zapis ketyapti ekan. Bo'ldi. Keyin safar men o'zim olaman. Hammaki tugaydi hozir. Qayerda qoldim? Ha, mana for. Range degan o'zi aslida funksiya bor. Men sizlarga range degan funksiyani tushuntirib ketayda, masalan, e'tibor beringlar, print print nimalar bo'ldi? Bo'li. Men notebook'im hali ham obnovleniya qilyapti bir narsani. Abdurahmon, o'zingiz bo'ldingiz organizator. Men bo'ldimmi? Ha, bo'ldi. Hozir meni qaycharim
Bo'ldi, mana ishlab ketdi. Print. Demak, print qilamizda range deymizda, range funksiyasi bu range degan narsa o'zi aslida nima desa bo'ladi? Uzunlik, to'plam degan ma'noni bildiradi. Mana range degan funksiyani. Range. Ishlay. Range. Buncha sekund tortyapti. Nima bo'ldi bunga? Range deb turib, demak, xalsning ichida beramiz stage. Endi nimadir bu? Mana o ekan, men klaviaturam sal g'alatiroq. Range deb turib, masalan, birdan masalan 10 gacha deydigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Bizda mana unaqa natija chiqadi. Bo'lay. Demak, mana unaqa. Buni запускать qilishim kerak edi. Nega unaqa? То есть dedik. Dedik range deymizda 10 deymiz. 1,10. 1,10 deymizda va mana bu yerga chiqaramiz. Mana endi запускать qiladigan bo'lsak, nega? Range stop. Boshqa narsa chiqarish kerak deb. Boshqa narsa chiqarish kerak edi. Bu list chiqarish kerak edi. Mayli. Bo'pti, lekin list chiqarish kerak edi bu yerda. Mening kompyuterimga bir narsa bo'ldi. Mayli, to'g'rilab olaman. Cho'ta ba'zi joylari to ishlayapti. Demak, range deb turib oraliq beramiz. Mana bu narsaga e'tibor berasizlar. Mana bu narsaga e'tibor berasizlar. Start boshlanishi. Ko'kda yozaylik. Start demak boshlanishi, stop, step. Start degani boshlanish, stop degani oxiri, step degani qadam. Va sikl tanasi. Kelinglar, shu yerda o'chib tashay. Shu yerda bironta masalan 1 dan 10 gacha sonlar yig'indisini hisoblash dasturini ko'raylik. Demak, for in range 1 dan 10 gacha 2 nuqta s barobar s plus i. Bo'ldi. Va eng oxirida print s. Mana ishga tushiradigan bo'lsak, mana 40 oxirgisini olmaydi, to'g'ri. Mana bu dastur qanday ishlayapti? Sizlarga men yozganim ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Raqamlar sezilyaptimi? Mana bu i, bunisi 1. I bilan 1 bir-biriga o'xshaydi. Demak, 1 bilan 10 orasida qanaqa belgi? Virgul. Bo'ldi. Demak, oqda yozaman men. Bo'ldi. Bu jarayon qanday bo'lyapti? Demak, S0 i shundayki, mana bu range degani mana bu narsa degani. Demak, 1,2, 3,4 va hokazo 5, 6, 7, 8, 9 degani. Mana bu range kvadrat qavsga olib qo'yamiz. Mana bu i o'zgaruvchi har bittasiga teng bo'lib chiqadi. Birinchi safar 1 ga 1 bo'ladi, s ni qo'shadi. Keyingi safar siklni keyingisida 2 ga. Keyingi safar 3 ga. Xuddi mana shunday teng bo'lib chiqadi. Tushunarli? Bu yerda hech qanaqa i barobar i plus 1 mana o'tgan darsda ko'rdik. Masalan, i plus 1 degan narsani ishlatmaysizlar. Shunchaki mana bu i, mana bu qavsning ichidagi
nimalarga teng bo'lib chiqadi. Demak, 3 para. Nimaga beraman? Men ishlatavering menga kerak. Dars o'tib xalaq bermasangiz bo'ladi. Men kerak, bunaqa xas internetlar ishlab. deb o'tib turavering. Demak, stolingizni band qilmayapman. Cho'ta duto ishlayapti bugun kelib cho'ta. Kecha qattiq joni chiqarib o'rganmanmi? Mana shu tartibda demak ranch ishlar ekan. Endi oxirgi mana bu oxirgi stopni olmaydi. E'tibor beringlar, bu narsa nimada ham bor edi, bundan oldingi darsda ham Alo aka, darsdaman. Darsdamisiz? Ha. So'rayapti-da bular sizdan. Yordam bermasangiz mayli. Keyin qarang Abdurahmon, kriz bo'lib qoldi-da, повторный звонок bo'lib qolyapti internet. Yo, bilmadim aka. Hozir boraman aka. Keling. Demak, demonstratsiya tugaydi, yana qaytadan ko'raveram. Mana bu yerda virgul qo'yib, mana bu narsa stop, ya'ni mana 9 10 bersalaring 9 gacha oladi. Eslab qo'yinglar, bitta gap. Birni oladi-yu, startni oladi-yu, yentni olmaydi. Split o't kecha darsda, kecha ham ko'rdik splitni. Kechadan oldingi to'yis. Splitda ham shunaqa edi. Oxirgisini olmasdi, yentni olmasdi. Qolganini olardi. Mana unda ham masalan sizlar 10 gacha qilmoqchi bo'lsanglar, demak 11 yoshinglar kerak bo'ladi. Va ikkinchisi qadar. Agar men bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsanglar, mana 1 3 5 7 9 ni oladi. Mana ishga tushiradigan bo'lsak,